Fotihaning birinchi oyati bo'ladi. Buni bilmagan musulmon bo'lmasa kerak. Hammalarimiz yoshligimizdan, bobolarimizdan o'rgangan suramiz Alhamdulillahi Robbil alamin edi. Buni bilmagan insonni musulmon ham deb bo'lmasa kerak. Buni kim aytadi? Qachon aytadi? Nima uchun aytadi? Oddiy misol, erta bilan uyqudan turmoqlik uchun telefoningizni budilligini soat 3 ga qo'ydingiz, 4 ga qo'ydingiz. Budillik qo'yilgan paytda chalinyapti, budillikni tovushini eshityapsiz. Alhamdulillahi Robbil alamin deyish kerak. Chunki bu tirikligimizning alomati edi. Bugun uyqusidan turmasdan bugun qabrga dafn qilinganlar yo'q deysizmi? Turmaganligi uchun bular mana shu qabrga kirishdi. Budillikni eshityapmiz. Alhamdulillah deyish kerak. Chunki hayoti dunyoda biror bir gapni na o'g'li, na qizi, na xotinini gapini eshitmayotganlar bor. Budillikni eshitib ko'zimizni ochdik. Alhamdulillahi Robbil alamin deyish kerak. Chunki ko'zi ko'rmayotganlar qancha, yonida etaklab yurgan, qo'lida hassa bilan paypaslab yer izlab yurganlar qancha. Biz ko'ryapmiz-ku, ko'zimizni ochdik-ku. Alhamdulillahga arzimaydimi bu? Ko'zimizni ochib yotgan o'rnimizdan gavdamizni ko'tarib o'tirdik. O'g'lim turdimikin, kelinim kirsa qo'limdan tortib o'tkazib qo'yardi deb to'shakka mixlanib yotganlar qancha. O'tirgan o'rnimizdan turdik, gavdamizni oyog'imiz ko'tarib turibdi. Alhamdulillah deyish kerak. Nogironlik aravasida umri o'tayotganlar qancha, yura olmayotgan, tura olmayotganlar qancha. Yurib hojatga kirdik. Hojatga kirib kecha yegan ichganlarimizdan bizga azob beradigan, bizni behalovat qiladigan, xotirjamligimizni o'g'irlaydigan azob beruvchi narsani shundoq masajsiz, ukolsiz, tabletkasiz chiqarib yordik. Alhamdulillahillazi azhaba annil aza val afani. Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam duo o'rgatdilar hojatdan chiquvchi insonga. Parvardigoro, meni vujudimda menga azob berib, meni behalovat qiladigan, azob beradigan narsani vujudimdan chiqarib tashlab, menga ofiyat, xotirjam hayot berganing uchun senga hamd va sano bo'lsin deb duo qilinglar dedilar. Hammalarimiz bugun necha marta hojatga kirdik? Biror bittamiz shu duoni hayolimizga keldimi? Shu duoni o'qidikmi? Mana shu azobdan qutqargan Allohga hamd va sano aytdikmi?